Qizijo'li yumshoq jigarrang qalam olamiz. Ko'zimizni tepa qismidan pastiga qarab tekis qilib chizib olamiz. Ko'zimizni ochganimizda shunaqangi tekis shaklda bo'lish kerak va pastki qismidan tepaga qarab xuddi galochka qilib chizib olamiz va oralarini yaxshilab chizib, uni rastushofka qilamiz. Bu bizga cho'rnavoy variant bo'ladi va inglot qora podvodkasini olib chizgan qalamimizni ustidan yurg'azib chiqamiz. Xuddi shunaqa qilib tepadan pastga qilib chizib olamiz va oralarni yaxshilab bo'yab, ochiq joyi qolish kerak emas. Yaxshilab bo'yab, uni toza kisichka bilan keyin rastushofkasini yumshoq qilib to'g'irlab chiqamiz va bizga nars konsileri kerak bo'ladi. Nars konsileri bilan podvodkaning tegi qismini tekis qilib to'g'irlab olamiz. Ömrüm deme